Qani, keling. 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 O'tiringlar. Voy. Bir kelibsizlar-da. Bir yo'qlab kelibsizlar-da, ha? Bir yo'qlab kelibsizlar-da. Joningiz sog' bo'lsin. Qani, o'zingizdan bo'lsin. Yo. O'zingizdan bo'lsin. Amin. Biz keldik, ish qilib Melisa kelib qolmasin. Alloh. Yamansiz. Hozir Do'stim, hech narsaga Yo. ovoz. Biz birrov keldik, to'g'rimi? Mana qarang. Shu haligi bitta chuqur nafas olamizda ketdik. Shu xolos. Doch, wieder. Hozir. Ko'rdingizmi? Bittada tushundi-ya. Ajoyib bolaga o'xshaydi. Sizga qanaqasi yoqadi? Ustasiga farqi yo'q. Tepsa bo'ldi. Doim birinchi bo'lib yurishimiz kerak. Buni ichamiz. Doch. Orqasidan buni zak gazak qilamiz. Bu vida. Ana, qani, Yo'q. Buni ochmang. Shart emas. Mana qarang. Nega o'tiribsizlar? Ha? Nima kamchilik? Aytinglar. Shu haligi lablar qurib ketsa deyman-da. O'lmang. Ko'zni qizartiradigan. Bor. Hozir. Ana, ko'rdingizmi do'stim? Mana qarang. Tag'in ko'zim qip-qizil bo'lsa, ko'chada o'pgimga nima deymiz? Shuni ham o'ylaysan, do'stim. Kecha uxlamagandim. Desangiz bo'ldi, buni hidi kelmaydi-yu axir. Assalomu alaykum. Ana Tataristondan olib bordim bozorga pirashkilar kekirda, qizlar qashir sekirda. Maxsus sirkadan tayyorlangan. Mana qarang, mana shunday ichamiz. Ochmang. Nimaga? Bu yurakni o'ynatib qo'yadi bu. Ha, konyak yurakni o'ynatadi. Nimaga ovqatlamayapsizlar? Nimaga yemayapsizlar, ha? Qani. Yo. Sizcha? Yo. Xo'sh, nima kamchilik? Shu haligi Boru. Tushundingizmi? Voy, shu kallaga kelmaganini qaranglar-ey. Hozir. Qanaqa tushunmaydigan oshnang bor a? Aniq lo'ndaq tushuntirib turibman. Endi tushungandir? Endi tushundi. Kayfiyatingizni ko'taring. Hozir olib keladi. Zo'ridan olib keladi. Nima emish? Tataristondan olib keldim. Tataristonga o'tguncha midi aylanib Afg'onistonga o'tsa bo'lmaydimi? Assalomu alaykum. Hayolga kelmaganini qarang. Eslatmaganinglarda esdan chiqib ketar ekan. Piyola olib kelish esdan chiqdi-yu. Mana shunday ichamiz. Ona yurting bag'rida zolasi Toshkent piyolasi. Qani, nega ovqatlamayapsizlar? Nega mana uzumlardan olib o'tiringlar? O'tiringlar. Nima olmayapsiz? Yo'q. Nimaga? Yo'q. Ochmang. Shu haligi o'ylantirib qo'yadigan bor-ku. Xayol surib qoladiganmi? Ana. Hozir. Ana do'stim. Endi aniq tushundi. Assalomu alaykum. Mana ana hayol surdiradigandan. Bu Yevropada ichib olib, hayolga cho'mib, jononlarni o'ylaysiz, qizlarni o'ylaysiz. Yo'q. Nimaga ichmayapsizlar? Men qarang oshna. Sizga qanaqa tushuntirsam ekan? Haligi Shumbola filmini ko'rganmisiz? Ko'rganmi? Abo muslimiy sohibi sayyor o'zini kursi garvonlari bilan urganlarda bellarigacha. O'shami? Voy, bir kulishib o'tiraylik. Kuldiradigan demaysizmi? Hozir sizlar uchun maxsus olib qo'yganman.
Germon deganlari birinchi tomondan. Ana, hozir. Hey. Assalomu alaykum. Germondan keltirilgan. Kuldiradiganidan tog'am Germaniyaga qatnaydi. Mana shuni ichamiz. Qani, Ochmang shuni. Ochmang birodar. nimaga? Tushunmayapsizlar. Qo'rqyapsizlar. Qo'rqyapsizlar. Do'stim, Ha, bizga haligi kichkina Kichkina. kichkina. Ana. Kichkinajon kichkina, danak danam kichkina. kichkinajon Kichkina demang bizni ko'tarib uramiz sizni. ana Shunaqa demaysizlarmi? Odam uyaltirasizlar. Hozir. Ya odam degan ham shunchalik landovur bo'ladimi? Uzumni boshim ko'ramanmi, ha? Konyakni boshim ko'ramanmi? Ha, undan ko'ra maytga bir chelak suv qo'yib qo'ymaysanmi? Ha? Men buni tagiga bo'sh bakalashkalardan qo'yib qo'ymaysanmi? Eshityapsanmi, nimadir shtirlayapti. Ha, bu haligi yaltiroq qog'ozni ovozi falgani. Voy, intiq bo'lib kutganingda shu falgani ovozi ham g'ijjakning nolasiga o'xshab ketadi-ya. Qarang, chuqur tortmaydigan hali bir ikkita boradigan joyimiz bor. Assalomu alaykum. Kichkina demang bizni ko'tarib uramiz sizni. Mana shu maxsus yaltiroq qog'ozda, ya'ni falgada o'rab olib kelingan. Falgasini nima qildingiz? Ha, falgasini axlatga tashlab yubordim. Nima deb o'tiribsizlar, ha? Nimaga? Unaqa emas edinglar-yu, ha? do'stim, O'tiringlar, ha? do'stim, haligi Haligi bor-ku. Ha? ana Alabay? Bo'ldi. Esim qursin. Esimdan chiqib ketibdi-ku. Sizlarning nimani yaxshi ko'rishinglarni bilmay qolibman-ku. Hozir. Endi nima qilakan? shuncha gapirsak ham tushunmaydi. Qanday tushuntirasan unga o'zim ham bilmay qoldim-da. Bor qarachi. Assalomu alaykum. Ana, mana shuni ichamiz. Do'stim Surgutdan maxsus men uchun olib keltirildi. Ey, Nega? do'stim, Nega jim o'tiribsizlar? Nega bunday? Siznikiga Ha. men konyak, viski yo vino ichgan kelganimiz yo'q. tog' bag'rida, dalalarda nega tushuntirsam bo'ladi? Qanday tushuntirsam bo'ladi bunga? Tabiiy. Toza mahsulotlardan bahramand bo'laylik, oshna. Bahriroq aytmaysizlarmi? Mana hozirda. Hozir uni ham sizlar uchun maxsus tayyorlab qo'yganman. Hozir. Tezlashtiring. Hop. Ey, dunyoni narigi chekkasi Surgutga borguncha, ey, mana bir qadam Urgutga o'tib kelmaysanmi? Bor qarachi, qanaqasidan olib chiqyapti ekan. Mayli qanaqasidan olib kelsa bo'ldi. Men bo'lmasa derazalarni yopib qo'y. Hidi ko'chaga chiqmasin deyman. Ey, ana o Sersaloming ikkita kosada qimiz olib kelyapti. Assalom. Ey. Adashmaylar, ey. Yo'q. Qanislar. Ey. Qo'pol hazır qilyapsizlar ekan. Ey, men hazirga yo'qman. Kulguga ham yo'qman. Nima qilyapsizlar, ey? Qanislar.